O'zbekistonda yangilik fermerlar uchun shunaqa zo'r kultivatsiyalar qilib qo'yilibdi. Bu narsani bittasi 100 million turadigan bo'lsa, akamizda 15 million so'mdan 28 million so'mgacha barcha turdan qilib berilaverar ekan. Fermerlar endi zavodskoy shuna narx bo'ladigan bo'lsa, 15 milliondan 28 millionga ixtirochi akamizdan bemalol olsalang bo'ladi. Eng asosiysi, qaranglar, sinovdan o'tkazyapmiz. O'zlaring baho berasizlar. Effekti haqiqatdan zo'r narsa ekan. Dehqon aka-ukalarimiz davri keldi, qaranglar. Kultivatsiyalarda chet eldan olib kirish hojat yo'q, eng asosiy pul to'lab qo'yib kutishda ham hojat yo'q. Shu ko'rib turgan narsalarni 100 million tepasida olgan bo'lsangiz, endi bemalol 15 milliondan 28 million so'mga olsalaring bo'ladi. Narxlari anchagina arzon bo'ladi, sifati umuman o'zgarmagan. Nabarot sifatlari oliy darajada bo'ladi. Bir boshdan Rasuljon akamdan qanaqa vazifani bajaradi va narxlari necha pul o'zlaridan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka siz? Bir boshdan tanishtiramizmi aka? Dehqon aka-ukalarimiz davri keldi. Razmerlari, narxlarini o'zingiz to'liqroq aytib berasiz. 60 dan 90 gacha o'zgaraveradi. Boltkalargacha kalyonni qilib, chiroyli qilib qo'yganmiz. Sust qopqoqlarigacha qilib, sust taylarigacha yangi qo'yamiz. O'rgillar polni relis bo'ladi aka. Sashta listlargacha qilib qo'yganmiz. Buni qo'shimcha narsalar, sapochka, britva, ochari, dangasa g'ildirog'i, hatto falizlargacha tayyor bo'ladi. Shuni traktorga ulaydi, ishlatadi, bo'ldi. Hamma yo'g'i tayyor. Traktorga ulaydi, sразу ishlatishni boshlab. Hamma yo'g'i yangi material, qolin materialdan bo'ladi. Sifati chiroyli ishlangan. Xudo xolasa uyaltirmaydi. Yangi materiallardan eng yaxshisidan foydalanilgan. Narxi necha pul chiqadi aka? Narxi 25 million so'm, vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul. Voha tomonlarga kelishilgan holda qilib beramiz. Demak, vodiy bo'ylab dehqon aka-ukalarimizga dastlabki tekin. Qolgan joylarga kelishgan holda. Kelishilgan holda qilib beramiz. Lekin buni vohalarga ham chiqarsak bo'ladi, yuk mashinalarga upakovka qilib. Hammaga Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston hammasiga chiqarib qo'shni davlatda akalarga ham chiqarib beramiz. Kargogacha olib borib yetkazib beraveramiz. Hozir tayyorlari bormi yo zakazkami? Tayyorlari bor. Tayyorlari bor. Keyin mana bog'lar ichiga qilib qo'yganmiz mini traktorlarga. Mini. Ixchamgina bog'lar ichiga so'raganlarga 15 milliondan 28 milliongacha kultivatsiyalarimiz bor. Kultivatsiyalar bor. Vodiy bo'ylab dastlabki bepul. Zo'r. Tishlari o'tmasa o'tib olmaydimi aka? O'tmasa olmaydi. Bularni ham hammasi risoldan bo'ladi. Oddiy temir bo'lmaydi, risol bo'ladi. Boltkalarcha kalyonni bo'lib, chiroyli bo'lib ishlangan. Keyin mana turetskiy pasonda so'raganlarga turetskiy pasonda kultivatsiyalarimiz bor. Zakazga qarab bundan ham qilmaydi. Zakazga qarab hammasidan chiqarib beraveramiz. Hozir tayyorlari bor. Tayyorlari bor. Mabodo tuyab bo'lsa, necha kunda qilib beramiz? 2 kunda bitirib beramiz. Tezlashtirib qilib beramiz. Tezlashtirib qilib beramiz. Navbatdagichi aka? Bunimiz chizilimiz. Yangi qildik. 60 dan 76 gacha o'zgaradi. Mana xomutli qilganmiz. Svarka qilib pishirib olmaganmiz. Bo'shatib, xohlagan razmerga qo'yib, bo'shatib o'ynataveradi. Demak, o'zlarini agarot olishlariga qarab razmerga qo'yilaveradi. Razmerga qo'yib olaveradi. Mana xomutli qilingan. Keyin mana zavodskiy chizil so'raganlar, zavodskiy chizil ham qilib qo'yganmiz mana. Demak, bundan so'raganlarga ham qilib beramiz. Bunisi ham xomutli. Xohlagan razmerga qo'yib olaveradi. Keyin mana razmerlarni ko'rsatamiz. Mana 76. Mana shunday qilsa 60 bo'ladi. Bo'ldi. Bu yerda o'zini tiqadigan maxsus teshiklari bor, qatirib beradi. Boltkasi bor. Bunday qilasiz 76 bo'ladi. Katta razmerda. 60-76, mana bu 90 gacha. Demak, bu tomoni ham kiradi. Ikki tomondan kiradi. Ikkala tomoni ham kirib chiqadi. Bunisi 90 gacha o'zgaraveradi. O'zgaraveradi. Bemalol ishlovga ishlataveradi, paxtalarga. Kultivatsiya vazifasini bajaraveradi. Xo'p, aka, bu yerda ko'rib turganimiz ko'proq buni dehqonlar tushunadi. Tushunmaganlarga mabodo aka nima vazifalar bajarib beradi? Bir boshdan aytsangiz. Hammasini tushuntirib beramiz. Nima vazifa bajarishini. Nima ma'lumotlar bo'lsa aytishaveradi bemalol. Demak, xijolat bo'lmay telefon qilsa tushuntirib berilaveradi. Keyin mana frizalar chiqarib ham shunaqa bir xilda. Friza chiqarib qo'ydik. Yangi, xudo xolasa chiroyli bo'lib, hamma yo'q baquvvat ishlandi. Mana ichlarini ko'rishingiz mumkin. Bu nima vazifalarni bajaradi? Bu kesaklarni maydalab ketadi. Maydalab, toshlar qatib qo'ygan. Qolaveradi. Baquvvat qilib reduktorlargacha yangi qo'yib, baquvvat reduktorlar qo'ydik. Xudo xolasa uni ishlash jarayonini ham ko'rsatamiz. Keyin mana chopqilarimiz. 60-76 qo'sh qator hammasiga tushaveradi. Tushaveradi. Yangi material, sifatli, baquvvat, chiroyli qilib ishlab qo'ydik. Buni vazifasi-chi? Bu paxtalar chopqisi. Chopqisi. Hali qo'lda chopmaydi, bunda chopadi. Demak, ish anchagina tez. Bir kunda 2 kunda 3 kunda chopadi. 2 kunda 3 kunda chopadi. 2 kunda 4 kunda chopadi. 2 kunda 5 kunda chopadi. 2 kunda 6 kunda chopadi. 2 kunda 7 kunda chopadi. 2 kunda 8 kunda chopadi. 2 kunda 9 kunda chopadi. 2 kunda 10 kunda chopadi. 2 kunda 11 kunda chopadi. 2 kunda 12 kunda chopadi. 2 kunda 13 kunda chopadi. 2 kunda 14 kunda chopadi. 2 kunda 15 kunda chopadi. 2 kunda 16 kunda chopadi. 2 kunda 17 kunda chopadi. 2 kunda 18 kunda chopadi. 2 kunda 19 kunda chopadi. 2 kunda 20 kunda chopadi. 2 kunda 21 kunda chopadi. 2 kunda 22 kunda chopadi. 2 kunda 23 kunda chopadi. 2 kunda 24 kunda chopadi. 2 kunda 25 kunda chopadi. 2 kunda 26 kunda ch
50 gektar 100 gektarda chop qo'raveradi-da. Bemalol bir kunda. Bemalol. Qo'y. 20 ta 30 ta ishchini tashlashni hojat yo'q. Yo'q. Oldin bilsangiz hamma ketmon Ha, ko'tarib ketmon dalaga ko'tarib dirdi. yurardi. Endi hozir bitta texnikani o'zi bitta tushadi-da. O'zi chopda 1 gektarda o'zi hal qilib qo'yadi. Charchamaydi, nosh so'ramaydi. Shunday. Bemalol zo'r. Nima? Narxi necha pul chiqadi buni? Bu narxi 30 million so'm. 30 million so'm puliga yarasha narsa Aha, bo'lgan. keyin chizillarimiz Aha. 7 milliondan tortib 15 milliongacha chizillarimiz bor. Chizillarimiz shu Har narxda xil ketadi. razmerda telefon qilishsa, razmerlarni tushuntirib, Tushuntirib. pullarini tushunchasini beraveramiz. Aha. Keyin rama so'raganlarga ramamiz ham bor. Ramani o'zini so'raganlarga. Aha, ramani o'zini so'raganlarga xohlagan rangida, rangsiz 7 milliondan tortib 15 milliongacha bor ramamiz. Qilib berilaveradi. Xohlagan razmerda, bog'lovchiga, mini traktorlarga hamma ramadan qilib beramiz. Zo'r. Xudo xolasa Eng chiroyli qilib asosiysi beramiz. shveller, eng Shveller, qalin materiallardan, qalin material bo'ladi, qattiq detallardan stenkasi ham. ishlangan. Hammasi 60 dan 90 gacha o'zgaradigan bo'ladi. Demak, yillar davomida dehqon aka-ukalarimizga xizmat qilib beradigan narsa qilib beryapsiz ekanda Xudo aka. xolasa. Zo'r. O'zini yangiliklar bo'lsa qilib beraveramiz. Zakazga ham qilib berilaveradi. Zakazga ham Aka bunaqa qo'shimcha qilaylik, yo'qsa bu narsa kerak bo'lsa, plus minus qilib berilaveradi. beraveramiz. Rasmi, videosi bo'lsa, xohlagan narsasini yasab beraveramiz. Kelishuv asosida Kelishgan holda xohlasa chiroyli qilib qilib beramiz. Zo'r, mana ob'yomni ko'ryapsizlar, ishxonalari shet, bemalol kelib, ko'rib, nesalang bo'ladi. Bundan tashqari nasib bo'lsa, ish jarayoni bo'lsa, videolarni ham qo'yib o'tamiz. Xo'p, endi bu tomondagilarni mana ko'rdilaring, narx-navolarni aytdik. Akamiz aytganlaridek shuna kelasizda, bemalol o'sha traktorimizni razmeriga qarab ulanaveradi aka. Xohlagan razmeriga qayerga tushsa, mana 4 ta teshik qilib qo'yganmiz, ulab turib bemalol Foydalansa qilaveradi. Zo'r. Mana bu tomonlarga o'zi maxsus shinankalarimiz ham yaxshisidan qo'yilgan aka. Hammasi yangi. Dozatorlargacha yangi qo'yiladi. Yangi Shlankalari ham hamma yo'q yaxshi materialdan bo'ladi. Zo'r effekt beradi. Xudo Bundan xolasa. tashqari dori sachadiganimizda endi. Ha, dori, Aha. bug'doy tagiga list qo'yilsa, bug'doyni ham chachib ketaveradi. Bug'doy ham Ham sachib ishlovni ham qilaveradi. Zo'r, 2 3tasi bittada. Aha. Funksiyalari ko'p, zo'r ekan. Manzilni ko'pchilik so'raydi aka, kelib shu yerda o'zini ko'rib. Manzilimiz Buvayda tumani, Qo'shtepa qishloq, Andijon Toshkent trassasining ustida. Xo'p, hamma ma'lumotni berdingmi aka? Aha. Momboqda berilmagan ma'lumotlar bo'lsa, kommentariyada qoldirishadi va ekranda nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalar, akalarimiz to'liqroq ma'lumotlar berishadi. tushuntiramiz, xudo Ishlarini xohlasa. chiroyli qilib bitirib beriladi. Pastda nomerlar qoldirdik. Rasuljon aka, kattakon rahmat Xo'p, aka. rahmat Dehqonlarning ishini osonlashtirish uchun shunaqa yangilik qilibsiz, qo'lingiz dard ko'rmasin. Rahmat. Shunaqa yangilik qilishda davom etaverasiz aka.